Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on o'g'lini o'ziga voris sifatida tayyorlamoqda. Bloomberg: 44 yoshli Bilol Erdo'g'on tobora ko'zga ko'rinarli shaxsga aylanmoqda. U xorijiy safarlarda otasiga hamrohlik qilmoqda, mansabdorlarni tanlash jarayonida ishtirok etmoqda hamda Turkiyaning hukmron partiyasi Adolat va taraqqiyot partiyasi ichida sodiq tarafdorlar tarmog'ini shakllantirmoqda, deya yozmoqda agentlik. Hozircha Bilol Erdo'g'on siyosiy ambitsiyalarga ega ekanini inkor etmoqda. Biroq ekspertlarning fikricha, u norasmiy tarzda yetakchilikka tayyorlanmoqda va kelajakda kamida partiya rahbari hamda vitse-prezident bo'lishi mumkin. Bizning ittifoqchilarimiz dunyodagi eng qudratli qurolga, Amerika quroliga ega bo'lishni istamoqda, dedi Pentagon rahbari. Trampning qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha avvalo Amerika tamoyiliga asoslangan innovatsion rejadan kelib chiqib, AQSh mudofaa mahsulotlari savdosining rekord hajmlaridan sanoat bazamizni jonlantirish uchun foydalanmoqdamiz, deya qo'shimcha qildi Pig Hexet. Buyuk Britaniya Rossiya bilan ehtimoliy urushga tayyorgarlik ko'rmoqda. Daily Mail: Buyuk Britaniya armiyasidagi eng yirik piyoda polkining askarlari poligonda mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Bu mamlakatdagi Ukrainadagi jangovar hududni tahdid qiluvchi yagona o'quv majmuasi bo'lib, u yerda vayron bo'lgan shahar muhitida jang olib borish va binolarni shturm qilish mashq qilinmoqda, deb xabar bermoqda nashr. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, ushbu mashg'ulotlar bo'linmalarini NATOning Germaniyadagi bazasiga yuborishdan oldin o'tkazilmoqda. Ofitserlarning ta'kidlashicha, Rossiya bilan ehtimoliy mojaroda janglar aynan shunday sharoitlarda olib borilishi mumkin. AQSh kriptovalyuta borasida qandaydir ulkan ish qilishni rejalashtirmoqda, deb ma'lum qildi Donald Trump. Agar zarur choralar ko'rilmasa, Yevropa 5 yil ichida jiddiy inqirozga yuz tutib, yo'qolib ketish xavfi ostida qoladi, dedi Emmanuel Macron. Macronning ta'kidlashicha, jamiyatda umidsizlik kayfiyati kuchaymoqda va AQSh yana qanday qadamlar qo'yishiga tayyor ekani noma'lum bo'lib qolmoqda. Yevropa hozir ikki tomonlama inqirozga duch kelganini aytgan. Bir tomondan Xitoy bilan savdo bosimi kuchaygan bo'lsa, ikkinchi tomondan AQSh siyosatida beqarorlik mavjud. Yevropa ushbu jarayonlarda yoki tomoshabin bo'lishi yoki faol ishtirok etishi lozim, deya ta'kidladi Emmanuel Macron. Shuningdek, u Grenlandiya bilan bog'liq vaziyatni Yevropa uchun muhim geosiyosiy burilish nuqtasi deb atadi. Macronning fikricha, bu holat Yevropaga tahdid borligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Yevropa ittifoqi Ukrainaga bosqichma-bosqich a'zolik huquqini berish bo'yicha bir qator variantlarni tayyorlamoqda. Bloomberg: ma'lum qilinishicha, muhokama qilinayotgan choralar qatorida Kiyevga Yevropa ittifoqiga qo'shilish bilan bog'liq himoya mexanizmlarini taqdim etish, shuningdek, mamlakatga a'zo davlatlarga beriladigan ayrim huquqlardan zudlik bilan foydalanish imkonini berish masalasi bor. Shu bilan birga, Yevropa ittifoqi Ukrainaga rasmiy a'zolik tartibi doirasida ilgarilash uchun aniq muddatlar va bosqichlarni belgilashni rejalashtirmoqda. Turkiya o'z yadroviy qurolini yaratish ehtimolini istisno qilmadi. Jumhuriyat: Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan agar mintaqada kimgadir yadroviy qurol paydo bo'lsa, Anqara yadroviy poygaga kirishga majbur bo'lishini aytdi, deb xabar bermoqda nashr. AQSh Armanistonga Rossiya yadro energetikasidan voz kechish uchun 9 milliard dollar sarmoya kiritadi. Bloomberg: AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Yerevanda Armaniston hukumati bilan fuqarolik yadro energetikasi sohasida
hamkorlik to'g'risida bitim imzoladi. Kelishuv Amerika kompaniyalariga Armanistonga yadroviy texnologiyalar, shuningdek, yoqilg'i va xizmatlarni eksport qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, AQSh kompaniyalari mamlakat elektr energiyasining qariyb 40% ni ta'minlaydigan Armaniston AESni kichik modulli reaktorga almashtirish bo'yicha tanlovda ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Vens 2 bosqichda Armanistonga 9 milliard dollar sarmoya kiritilishiga va'da berdi. Bu Armanistonga Rossiya yadro energetikasidan voz kechish imkonini beradi, deb yozmoqda agentlik. Kuba hamda Venesuela xalqlari o'z taqdirini o'zlari hal qilishlari kerak va Moskva ular bilan faqat birdamlik bildiradi, dedi Sergey Lavrov. Ramzan Qodirov o'g'li Adam ishtirokidagi baxtsiz hodisa haqidagi ma'lumotni soxta deb atadi. Sun'iy intellekt yordamida istalgan odamni aldash mumkin. Qodirovning o'g'lining baxtsiz hodisasi haqidagi birdaniga paydo bo'lgan soxta yangiliklar birinchi raqamli xalqaro yangiliklarga aylandi, dedi Checheniston rahbari. Euronews xabariga ko'ra, Fransiya sovuq urushdan beri eng yirik harbiy mashqlar bo'lgan Orion 26 ni boshladi. Mamlakat taxminan 12 ming askar, yuzlab texnika, samolyotlar, dengiz kuchlari va dronlarni o'z ichiga olgan 3 oylik manevrlarni boshladi. Mashqlar armiyani Yevropadagi yuqori intensivlikdagi mojaroga tayyorlamoqda. Orion 26 ssenariysi tajovuzkor davlat bilan to'qnashuvni simulyatsiya qiladi va NATO qo'mondonligi ostidagi amaliyotlarni, jumladan amfibiya qo'shinlari, qo'shinlarning harakatlanishi va logistika mashqlarini o'z ichiga oladi.